Yana bitta narsani tushuning. Mana masalan, siz bu yerda o'tiribsiz. Tasavvur qiling, men agar chiqqan bo'lsam, she'r yodlashga, men nima qilib yodlayman? Yoki qaysidir savolga javob berayotgan bo'lsam, axborotni aytayotgan bo'lsam, men nima qilib aytaman? Nimaga? Chunki o'qituvchi bu yerda deb baho qo'yadi. U axborotni eshitish bunga kerakmi, o'quvchilarga kerakmi? O'quvchiga kerak. Lekin agar siz orqaga o'tib ketadigan bo'lsangiz, u xohlaysizmi yo'qmi, sizga qarash uchun pozitsiyani o'zgartiradi va axborotni kimga yetkazadi? Auditoriyaga. Va auditoriya bilan ishlash ko'nikmasi rivojlanadi. Shuning uchun men hamisha aytaman, sahnaga kimdir chiqdimi, bo'shatib qo'ying sahnani. Mana bu ham sahna. Boringda o'quvchingiz stuliga borib o'tirib oling. U stulni bo'shatdi, bu yoqqa chiqdi, o'sha yoqqa borib o'tirib oling. Va bola siz o'tirganingizdan keyin qo'rquv bor bo'lgan bola qo'rquv ketadi. Bemalol, erkin ham. Joy bo'lmasa, men orqaga turib, mana devor bo'ladi-ku, devorga bunday suyanib olaman. Eshitaveraman. Lekin sahnada qolmayman. Miyani tayyorlash uchun bitta savol bersangiz, miya ishlashni boshlaydi. Miyada ehtiyoj, voy bu savolga bergan javobim to'g'rimi, noto'g'rimi deb ehtiyoji paydo bo'lganda, keyin mavzuni ochsangiz, u qilib so'raydi. Lekin hali miya tayyor emas, ishlashni ham boshlamadi. Bolalar daftarni ochinglar, kitobni ochinglar deydigan bo'lsangiz, u faqat ochadi, lekin ma'lumot ochmaydi. Uni ochish uchun eng zo'r taktika savol berish.